Pichoq aka, shu yerda tur. Mashrab aka pichog'ingizni bering. Pichog'ingizni bering tezroq. Ko'rib qo'yishsin. Bugun mana shu telefonni Honor 9D 5G ni har balo qilib ko'ramiz, sinab ko'ramiz sizlar uchun. Ketdi. Xo'p, ketdi. Buning ichidan yana nimalar chiqadi? Xo'p, ignasi dokumenti chexoli glянцевый. Qaranglar. Mana shunaqa zaryadnik chiqsa bor, o'sha telefonni hurmat qilishni boshlayman. Такой оно. Mil-mil to'ymasdi, вот прям мощный. Sima. Cho, boshladik. Kamerangiz yoqdimi? Honor X9D smartfoni. Buni boshqa telefonlardan ajralib turadigan tarafi nafaqat buni dizayni, nafaqat buni batareyasi. Qaranglar, bitta-bitta etib o'taman. Xo'p, dizayn juda ham chiroyli, boshqacha qilib ishlangan, kamera mo'shni, displey 6.7 dyumli bo'ladi, OLED ekranli, 1200 ga 2640 bo'ladi разрешение pikselli. Tozalamasam, kamerasi va shu mo'shni ishlaydi. Частота обновлений 120 Hz. Eng zo'r joyi, bitta boshqa telefon bilan bu telefonni ikkalasiga просто sim bilan bir-biridan zaryad oldirsangiz bo'ladi. Bu как powerbank ishlab ketadi. 8300 deshni tasavvur qilasizlarmi? Mana buni mo'shniy batareyasi bo'ladi. Быстрый zaryadga ega, bu ham 66 vatli bo'ladi. Tip zaryadki kremniy, uglerodniy, tasavvur qilasizlarmi? Reverniy zaryad qoladi. Mana texnologiya nimalarga qodir. Boya sizlarga abishat qilganimdek, endi buni suvda cho'ktirib, qumga tiqib ozgina qiynab ko'ramiz. Qani bizani turmushimizga, bizani ishlatishimizga, bizani xarakterimizga bu telefon mos keladimi yoki yo'q? Xo'p. Qaranglar. Birinchi ekrandan boshlaymiz. Ekranda o'zining защитный plyonкасы bo'ladi. Hech narsa qilmaydi ekranga. Mana hamnaqa keyin bitta artib orasida mo'shni. Endi orqasiga. Hech narsa qilmaydi. Xo'p. Nima qilyapsan? Borib oling. Hamma tayyormi? Voy. Sinda? Mani pulimga kelgansin-da? Ha, hozir. Ha, ko'rsataman. Ishlayaptimi o'zi? Qaranglar. Tashagan joyim yaxshi chiqdimi yo boshqadan tashiymi yana? Tashagim kelyapti. Ha, tasha. Mana endi mehmonlarni atirgulsiz, mana shu vazasiz kutib olasiz. Oyijonisidan meros bo'lib kelayotgan sulola vaziylar. Qimmatbaho atiga 500 so'm turadigan vaza. Chiroyli raqamlar, mashina tashing. Da? Voy, mazza qildim. Qo'yli joyga tushdimi? Qanaqa qilib tashing? Qanaqami? Undoqmi? Qani bir tashachi? Xo'p. Endi menimcha ishondinglar deb o'ylayman. Eng qizig'i Media Parkka xohlagan filialiga kelib, shu telefonni olib, nafaqat tashab ko'rib, chizib ko'rib, kerak bo'lsa, suvga ham tiqib ko'rsanglar bo'ladi. Akvarium. Akvariumga ko'ra olasiz. Obzor. Otulu. Hamma tayyormi? Da? Tashamang! O'zingiz sotib olgansiz-ku. O'zim sotib olganmanmi? Odamni har narsa bo'lgani yaxshi. Bir talay akvalanchalar suv osti yo'q hozir. Akula Kostoni yeb qo'ydi. Kosto hayratda. Bu sig'di. Menga yana yoqayotganda ba'zi telefonlarni suvga tiqib olgandan keyin sirazi ishlatib bo'lmaydi, sirazi ishlata olmaysiz. Ya'ni bosganingizda bittada ishlamaydi. Bunda men prям bittada bosib prям anu juda ham чувствительный, bittada ishlab ketyapti, sirazi ishlab ketyapti. Gap yo'q. Yana bitta tiqsam bo'ladimi? Suvga qilganlar tasdiq. Suvga tushib ketsa, как раз hozir shunaqa havo bo'lyapti. Olib sirazi ishlab ketursangiz bo'lar ekan.
Ay, kameraga olib ko'rsam bo'ladi, suv ichida. Yangi akvarium kerak bo'lyapti bizga. Baliqlar bo'ladi. Qanaqa qilib ko'rsataman men sizlarga endi buni? Mana, короче, bizani bu kameraga olyapti. Ana. Ko'rasizlar? Men bunaqa qilib otardim, prosta akvarium sinib ketishi mumkin. O'shaning uchun хотя бы sal yaqinroqdan kelib tashab ko'raman. Suvdan olingandan keyin what? Voila. Hop, X9D smartfonimizning kamerasi 108 ga 16. Yana bitta zo'r joyi bor. Telefonni именно o'yin o'ynash uchun ham zo'r. То есть menga nimasi yoqyapti shunaqa telefonlarni aynan shu bizbob, ya'ni bizda bilsanglar mana o'zi o'zbek oilalarida bizda farzandlar ko'proq bo'ladi. Ya'ni ba'zida shu farzand qo'liga berib qo'yish bo'ladi, boshqa bo'ladi. Men bu narsani tarafdor emasman, lekin shunaqa vaqtda bu qo'l keladi. Chunki o'yin o'ynasa bo'ladi, qotib qolmaydi, batareykasi uzoqqa yetadi, qo'lidan tushib ketsa ham hech narsa qilmaydi, suvga tushib ketsa ham hech narsa qilmaydi. То есть aynan bu xalqbob такой oilaviy smartfon desa bo'ladi. Mazza kuchda mana siz ishlatasiz-ku, to'g'rimi? Yaxshimi? Yaxshi ishlayaptimi? Ha. 12 kizlaydi. Kizlaydi bu. Pastga tushirib yuborsam bo'lmaydimi? Xullas, suv yonmas, o'tda cho'kmas deganlari mana shu bo'lsa kerak. Ya'ni bemalol tashlab yuborasiz buni, suvda ham ishlaydi, qumga, changga himoyasi bor. Qaytadan yaxshilab aytaman. Batareya 8300. Bu ходячий powerbank deydi o'zi bu. Ikkinchi telefonga shunda ulab, bo'tga sim tiqasiz. Zaryad oldirmoqchi bo'lgan telefoningizga simni tiqasiz, bo'ldi. Bundan u zaryad oladi, tushunyapsizmi? Qadrli media blog obunachilari, bizani yo'qotib qo'ymang, kolokольчикka bosib qo'ying. Nima trendda bo'ladigan bo'lsa, hammasini olib chiqamiz. Yana nimani obzor qilishimizni xohlaysizlar, qanaqa informatsiya kerak bo'ladi, обязательно kommentariyada yozib qoldiringlar. Media blogda ko'rishguncha xayr. Adak mana moshina telefon ekan lekin bor. Biz mana zaryadkasini og'irligini ham bilsa bo'ladi. Ya atak reально moshina telefon ekan. Abdullo bekorga ishlatmaydi-da. 12 ku. Hamma yangi chiqqanini oladi lekin bor. Hammasini. Buni kaydi. Telefonda ishlaydi. Boga bunga hech narsa qilmaydi-yu. Ay. Olarmiz okey. Olarman. Oldim. Nemamni qotyapsiz? Norohating, sinmaydi-yu ba'zilar.